Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa yana bir obyektimizga kelganmiz. Razvedka kulchatlarni qo'ygan. Buni bir ko'rib qo'yasizlar. Robotxonamiz. Ishtiraba svetinilarga ishtiraba qilib chiroqliga tushirib qo'yapmiz. Suvodan keyin bo'lgan joylariga e'tibor beramiz. Ishlarga davom etamiz. Chiroqliga joy qilib, akkuratlik qilib bitkazganmiz. Joyini ko'rib beradilar. Robotxonadan kelganda bu yoqqa xonadonga kirib ketishdan razvedka ko'chaniki ham, robotxonaniki ham, keyin kulchatlar. Cho'chigimizni tashqariga olib chiqamiz. Stavdaga. Ishdagi razvedka Xudo xolasa bu yerda ham chiroyli razvedka kulchatlarni taqib bir ko'rsatib qo'yamiz. Imkon bo'lsa ishlarga omad, hammaga salomat bo'lasizlar.